Okalar ob-havolarni ko'ryapsiz, yomg'irlar boshlayapti. Ko'pchilik bunaqa yomg'irlarda mazza qiladi, kimdir ham qiynaladi. Ya'ni kim qiynaladi? Ayniqsa ko'chada ishlaydigan okalarimiz juda ham qiynalib qolishadi. Mana shunaqa ob-havolarda sizlar komfortli ishlashingiz uchun bitta zo'r yechim bor. Videoni oxirigacha ko'rsangiz nimaligini bila olasiz. Buni yechimi juda ham oson. Mana ustunda ko'rib turganingizga dajdavik bo'ladi. Qo'llarga bitta xanat beringlar, manjetda bo'ladi. Qo'lingizdan bemalol tepaga cho'zib ishlaganingizda ichiga suv umuman kirib ketmaydi. Kapshonlari ham aniq arqonlarda regulirovka bo'ladi. Uzunligi bitta xanat beringlar. Umuman harakat qilishingizga xalaqit qilmaydi. Okalar dajdaviklar har qanaqa joyda g'ijim bo'lib yotmaslik uchun o'zi mana xaltachasi bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Bularning orqalarida anaqa remen o'tkazadigan joylari ham bor. Bemalol remenlarga ham qistirib qo'yib, obyektlarga oldingizda olib yursanglar bo'ladi. Hech qanaqagina bu xalaqit ham qilmaydi. Akkuratni, skromniy bo'lib turadi. Mashinaga ham bemalol tashlab qo'ysanglar bo'ladi. Kimga mana shunaqa dajdaviklar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizning Blackstone do'konimizga kelib turib xarid qilsanglar bo'ladi. Biz sizlarni kutib qolamiz.